Assalomu alaykum kuzatuvchilari. Xudo xolasa bittasi 100 litrlik kunlarimizga 11-15 motorimiz hamda 200 talik kunlarimizga 11-15 motorimizni yig'ib qo'ydik. Bittasi yozib olganga, bittasi popga akalar. Xo'p, xudo xolasa mana 11-15 obzorni qiladigan bo'lsak, mana 200 talik mana shunday pompalarimiz mana bunaqangi jo'lar bilan, obratniy jo'lar bilan yasatib qo'yganmiz. Xo'p, akalar, juda ham narxi arzon chiqyapti akalar. $700 qilib beramiz, kam-ketigi bor. 11-15 motorimiz satrlar bilan. Xo'p, mana shu turishi 400 tonna suv tashlab beradi 1 soatda. Xo'p, akalar, rasxodga kelib turadigan bo'lsa, 1 litrdan 1,5 litrgacha ichadi akalar. Xo'p, bundan tashqari mana bunaqangi remellargacha qo'yib qo'yganmiz. Buni mana bunaqangi pajanishlang tayidagi klapan, bunaqangi xomutlarda akalar, ikkita xomut tayidagi klapanlar bonusga qo'shib beryapmiz. Mana bunaqangi remellar bilan bonusga qo'shib beryapmiz. Bundan tashqari akalar, popga mana bunaqangi 11-15 motorimiz bilan 100 litrlik suv pompamiz klapanlari bilan akalar bunaqangi ikkita remellar bonusga qo'shib beryapmiz. Tayidagi ramalar baquvvat qilib yasatib qo'yganmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Eng arzon narxlarda chiqartirib beryapmiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. 12 viloyatga dastlabki xizmatlarimiz bor. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozor. Videomiz yoqib bo'lsa, like bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar.